Xo'sh, mana qo'yni ushlab, o'zim ushlab turgan holda mana o'rgatyapmiz. Shogir necha oylik? 4 oylik. Yashang. O'zi bitta zo'rg'a bo'g'ozni topdik. Hammasi qolgani qisir. Xo'p, bu apparatimiz Kansi 5600G modeli. Dvodno hisoblanadi, ham tashqi ham elektron ishlaydi. Mana hozir o'zingiz qiziq jarayonlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana zontni ushlab, mana yelinni yonidan qilinadi. Mana yelinni oldidan qilinadi mana. Mana shu tepasi bilan aylantirib, o'ynatib, uzmang, hech qachon uzmang zontni. Gil bilan bosasiz-ku, uzmang keyin. Xo'p. Mana shu uzmasdan mana shuni manda aylantirib, mana ko'raverasiz. Ko'rdingizmi qayerga olib borsangiz mana. Teri bilan o'zi boraveradi, tushundingizmi? Tushundim. Agar uzib yuradigan bo'lsangiz, gilni anisi yetmay qoladi. Ko'ryaptimi yaxshi? Tushundingmi? Agar gil qilish kerak bo'lsa, gil qilinadi. Mana shunaqa jarayon. Ko'rdingizmi bolani? Qo'l harakatlaringizga bog'liq. Qayerga olib borsangiz shuni ko'rsatadi apparat. Apparat hech qachon adashmaydi. Sizning qo'llaringiz o'sha yoqqa olib bormaydi. Yashang, qaring qo'llar bilan katta o'tibdi. Ko'rdingmi shogird, qanday ko'rinadi nutqalari bilan? Qani o'sha bitta ko'rsating. Mana bu yerga qarab o'tiring, mana bu. Ekranga qarang. Bolani ustida turibdi uni. Qalachalari bilan. Ne qarang, o'ynatingda, nariqlardan qaring qo'llar bilan ko'ryapsiz, ko'rdingizmi? Boyagini oq katta edi-da, buniki kichkinaroq, ko'rdingizmi? Bir oy farq qiladi ekan. Assalomu alaykum do'stlar. Mana Javohir Sirdaryo viloyatidan, qaysi Guliston shahar? Guliston shaharining qoq markazidan, sal chekkaroqda. Keldilar, mana o'zi apparat, oilaviy kredit olib, mana apparatni oldilar, kelishtirib chiroyli qilib berdik. Mana o'rgatish jarayoni. Qani shogird, bolani ko'rsat menga. Mana bola. Yasha. Mana. Erkak deyapti. Erimni erkak. Endi o'rgandim. O'ziga hali bor. Aka. Bu motivatsiya beradigan apparat. Zarari yo'q aka. Zarari yo'q. Qayta bir massaj bo'lar. Hozir mana Buxorodan Mirjalol do'stimiz Kansi 5600G modelini mana ko'ryapti. Xo'p. Mirzo orqaroq torting. Talchiq qilib ketdingiz. O'ngga chap qo'yinadi. Sal qattiqroq bosgansiz, tu ko'taring qo'lni, sal ko'taring. Mana siydik fak. Ketdik. O'ngga chapga. Mana bola. Ko'rdingiz? Sal ichkari qo'y, shuni yo'qotib qo'ymay kiring. Yo'qotib qo'ydingiz. Dalchi, yana burang. Aprel bilan. Ana bola. Ko'rdingiz? Qo'lingiz va buni qo'li oldida sal qochdi bola. Ko'ndalang bo'ldi. Ko'ndalang bo'ldi-da, tushundingizmi? Bola bemalol turganda, boya qo'l kirib chiqdi-ku, bola uni qo'ydi-da. Boya bunday turganda, qo'lni olganidan keyin bunday bo'ldi. Shuning uchun nima bo'lib ko'rmayapti. Böyle. Ikkita rosta. Ketdi yana ikkinchi molimiz. Asosiy gumon shunda, bormi yo'qmi? Unga chapda. Ha, o'sha qora silkdagi o'sha. Yo'q, bu bolaniki o'sha. Bolaniki-mi? Ha, bolaniki. Orqaga tort. Mana. Ha, ana turibdi bola. Ko'rdingmi? Orqaga tortadi. Orqaga tort. Ana bola. 2 oylik bo'lsa shu buyoqda bo'ladi. O'ynab yotibdi, oyoqchalari ko'rdingmi? Jinsini mana shu yerdan aniqlasa bo'ladi-da. Oyog'ini oralarini ko'ramiz. Ko'rdingmi mana shu ovoqlar? Orqaga tortaver. Qo'l harakat. Ko'rdingmi qanday chiroyli ko'rinyapti mana? Qo'l harakati bo'ldi. Qo'lni qayerga olib borsang, o'sha yerni ko'rsatadi-da. Mana anaqa durracha deydi buni, xalq tilida.
Mana shu ikki chekkaga namlab, salqinlatib turadi. Unda nima qilsa salqinlik berib turadi. Ana shu retrashda o'zimiz bo'ladi. Ayniqsa issiq. Zo'r katta. Mana sidik bak, ko'rdingizmi? Ayniqsa polovokanda kelardi u. Okey, doğru mana uni ko'rsan. Mana sidik bak, mana chegara, mana bola. Ko'rdingizmi? Shuning uchun biz har doim sidik pay topib olinglar deymiz-da. Jonglora beryapti, to'g'ri. Ikki rivojchi. Erkak aka, erkak. Sizga erkak chiqyapti, cho'ta mollaringiz. Farqini bildingmi? Ketdik Jofar aka. Bu maraga tashlaymiz ekan. Bu maraka tashlaysiz. Bo'libki, qo'yapman. Qo'yma. Nima ko'raylik. O'rtaga qo'yishdi-da. O'rtaga. Tushundingmi? Ko'rdingmi? Ko'rdingiz. Farqini bildingmi? Seni o'rgatishim shartmi? Bor grizib bo'lsa bo'ldi. Bunga qarshi qilasan. Mana buni. Suracha. Shamollata. Ko'rsatdim. Manami? Ha, shu. O'ynab turibdi-ku bola. Qovurg'alar mana, qovurg'alar ko'rinyapti. Yo'q, molda ishlash ko'rmay, hozir olib boraman qisir molga. 3 ta mol bor hali. Paroda. Ketdikmi aka? Yaxshi solib to'yib olsin ana. Ko'rib olsin. Ko'zi o'rganadi. Mana shuni qo'volinglar. Quyoshdan pana qiladi. Muzdakimi aka? Muzdaka. Bir terlab olsa ham bo'ldi, bunday qilsa ham bo'ldi. Bo'ldi. Sen saqlaydi qo'y ko'zingni. Fikr qanday Jofar aka? Zo'r. Zo'rmi? Siqyapti. Shuni tal bo'shatib qo'ying. Bo'shatib qo'ying aka bemalol. Yuvish jarayonini ko'rsatib qo'yaylik aka. Mana yuvish. Zont yuviladi yaxshilab. Ana. Okey. Keyin. Yo, baqoqki, nima? Sos kuyib turadi. Zontga yaxshilab yuvilsin. Akkurat Bo'ldi. Hech tashlaydi prochatka. Menga qara. Menga ber. Men o'zim bitta ko'ray. Bunday ko'rsinchi bo'lmasa, birinchi. Men ko'ray. Master klass. Men ko'ray. 36 kunlik anada, kichkinada. Sizlar hozir endi ishni boshlaganlarga 40 kunlik normada. Tushunyapsanmi? Qara. Qo'sib ketyapman. Ko'rdingmi? Qovoqchadan ko'ryapsanmi? Mana. Ko'rdingmi? Nima qo'voqchalar? Mana qovoqchani ko'ryapsanmi? Mana. Hozir bolani seni topib beraman. Mana bola. Mana yopishdi. Ana shu yopishib turgan bola. Ko'rdingmi? Bu kichkinada. Uni mana qara. Ipaloq shaklida. Ha, u hozir bunday bosyapsan-da. Bu tepada turibdi bunday. Matkani sog'da bunday qilib o'ynatasan. Mana, o matkani sidik qo'y. Mana. Qo'lingni ol. Ko'rdingmi ko'rinishini? Mana. Hali o'rtaga ajralmaganda. Yana bir haftadan keyin bu o'rtaga shunday ajraladi. Mana, sekin, ohista mana. Ohista. Shu 36 kun deyapman egasi. 4 kundan keyin katta dumaloq. Jasur aka qo'yganmi? Nima dedi? Simentami? O'qirib. Sidik qo'y. Unga chakka. Bolalarni eng qiynaladigan joyi mana shuda. Qan. Yo'q. Salgina o'tamiz. Ana topdingiz. Qo'l solib o'ynating. Ana shu qovoqchalar ko'rdingizmi? Men ogohlantirdim dengda. Ko'rdingizmi? Endi nega? Mana qarab, mana qarang. Yelkadan chiqaring. Meni tuting.
Ha. Hani ko'rinmayapti. Boshdan ko'rsam. Ana bola. Ko'rdingmi? Qo'y senikida sal. Seniki uzoqda turibdi-da. Farqini bilaymi mana? Mana tiqqandan keyin mana bunday tepaga bunday ko'taryapman-da. Mana sidik fayt hofib, keyin tepaga ko'tarib qidiryapman. Ha, tepaga ko'tarish kerak. Men nabrot bosyapman. Yo'q, sen ko'zing bilan ko'rasan, sidik fayt olibding, to'g'rimi? Sen bosyapsan-da. Bosyapman. Matka bor-ku, bu yerda qolib ketyapsan, sen ichari kirib ketyapsan. Uning uchun qo'l harakati Bu kichkinalar demak teparoqda bularda. Ha, bu yo'q, teparoqda emas. Men sidik faytdan ko'rib aniqlab olyapman. Sidik faytda ustidan ketyapman-da, sidik fayt yo'qolmayapti, nima yerda? Sidik faytni yo'qotmasdan ustidan olib boryapman. Men esa teparoq ko'taryapman. Agar bunday qilsam ekan sidik fayt yo'qolyapti. A, demak men noto'g'ri yo'ldaman deb yana orqaga qaytyapman. Sidik fayt paydo bo'lyapti, sal o'tyapman, bola chiqyapti. Farqini tushundingmi? Ana shunday. O'g'jonim. Xursand bo'ldingiz-a? Ikki tomondan qilib berasiz ekan. Jasur bir marta yaxshi urug' tashapti-da. Jasur. Semental tushyaptimi aka? Yasha. Sidik faytni yo'qotmasdan borish kerak. Tushundingizmi? Orientir. Urug'chida. Sidik fayt orientir. Eng zo'r urug'chi Jasur aka. Sidik fayt topding mana, ketdik talchi. Seni ham zashtacha bor, aka qo'yib olsang senga mana shu qorin ko'rsatadi. Ketdik chiqadiga. Unga chapga. Sen boshqa shogird. 40 kunlikdan egasini shuni so'raysan, 40 kunlik aka ko'raman deb aka. Qo'ling to'g'ri o'rganguncha. Yo'q, 40 kunlik ko'radi deyman. Sababi 44 kun ichida ham ancha hajm egallaydi. O'tishni kerak edi. Mana shuni yo'qotib qo'ymasdan boshingni. Ungacha bitta o'ynatib, keyin mana dard o'tdi. Yan tekada. Qo'yib bor. Ungacha qo'ysan. Shuni hali buning Yan katta bo'lsa o'zichi bo'ladi, xolos. Bova. O'zichi bo'lasan. o'rganasan. O'rgataman, avtodaman. O'rganmaguncha kelaveraman. Kelasiz. Yo'q, hech narsa yo'q. Markazda qolin. Sidik fayt ko'rdingmi? Güzel. Buxorolik akamiz ko'ryaptilar hozir. Galaxy 5600G varianti. Yo'q, ta'minladim. O'rganishga kechmayman. Nasıl boladimi? Akmalini ko'rsatishim. Sidik fayt anaqadan bo'lmayapti. Ben sidik faytni mana oy kichkina bor-ku, shaydan bo'ladi. Ikki oylikda yo'lga devorga chegara boshlaydi. Tushundingizmi? Yani asosiy video olganlaring anadan bo'ladi-da. Sidik faytdan o'tib ko'rasiz. Обязательно sidik fayt. Odamni o'zingizga ham xuddi shunday. O'zi bor suv ichib kelingda. Qanday to'xtatamiz aka? Men saqlaniblar. Ha, sizga ham o'rgatay. Ha, ozgina ol. Ha, bo'ldi. Mana shuni olib bo'ldi. Qotib tur. Qara. Egasiga ko'rsatishda mana bolani ko'rding. Egasi ko'rsatishingiz kerak, to'g'rimi? Mana boshdan filtrlar. Mana filtr bosildi. Sinyalni bitta bossa, sizga chiqib keladi. Qo'l qo'lingni ol. Qo'lingni ol. Qo'l sug'urib olar aka. Olaymi, bo'ldi. Hop. Bo'ldi, video zapis bo'ldi. Mana shu qarab o'tiringiz. O'rganasan. Ko'rdingmi? Egasiga ana shu ma'lum bir vaqt ko'rsatib berdi. Qo'y bir oylik olmagan ekanmiz. Nima bo'lyapti ustoz? Bo'g'ozda. Lekin buni bir 10 marta ko'rganman. Ikki kishi mana ochib qo'yib. Hayoli buzuq ekan-a? Hayoli buzuq ekan. Hayoli buzuq ekan. Ama ikki kishi ikkita bizga o'g'illar o'qiyapti, biz ko'ryapmiz-da. To'ppa. O'g'illar to'ppa. Ya bu aka 40 kunliklar edi-da. Biz mana 3 oyga boryapti endi. 2,5 oyga to'ppa. Ha. Bu 40 kunlik dam ko'rgandik-da. Bir oydan boshladik. Bir odam kelib o'rganganda. Nefret молодец, nefret. Ko'zga qaraysiz urib. Ay nefret молодец.
Hey. Suratga oladimi o'sha joyda bunni? Красавчик. Necha yil qo'ygan bu choyni? Koydan o'tdi-da. Choyga yetdi o'sha. Birinchida o'choy bo'ladi. Vay vay, bormidisa? Qisirmi? Hozircha qisir. Yo'q, Ko'r, yaxshilab tur. Ko'p. Al, o'zimiz kerak. Oq bilan hozir ko'rsataman. Ana bizda yani ikkitasi ikrom to'xtatolmay axir shu ikki bo'lsa hozir o'g'lim cho'p yo'q. Qorayam? Qora. Qaysi? Oq qaysiga bo'lsa tuqsa bo'ladi. Mularda qora-ku. Bo'lmaydi baylalar. Yaxshilab ko'r adashma. Urug' yo'qmi tashlab yuborsangiz? Otib. Ana shunday suyuqlik qop-qora bo'ladi. Bola tagida turadi. Agar o'g'iz chiqqanda ko'rsataman. Qo'y ichida chayni. Bo'lmasmi? Qisir. Oyoqni yeching. Yech qo'ying. Birinchi orqa yo'ldan yech. Uzi qilish jarayoni. Ilyos polvonni olinglar mana. Sayr bo'lsa bilaman. Tarasini tushib qo'y. Aha, o'ynat. O'ngga chapga. Biz buni uzi qilish jarayoni. Ha, boyagiday. O'ngga chapga qo'y. To'g'ri.